Uyda o'tira olmaydigan odamlar bor. Bekar bo'lsa ham ko'chaga chiqib ketish kerak. Bekar bo'lsa ham uyda o'tirmaslik kerak. Bozorlarda yuradi. Subhanalloh, bozorda yuradi-ya. Shaytonning masjidimidi bozor? Hozir qo'lingizga ko'taringlar desam, chiqadi 5-10 ta odam shu mingtadan. Bozorda yursa yayraydi, uni ko'radi, buni ko'radi. O'zi hech narsa olmaydi, ishi yo'q. Prosta aylanib yuradi. Birodarim, agar sen ko'chaga chiqishing juda ham zarur bo'lsa, odamlarga aralashmasang iloji bo'lmasa, ishing bo'lsa chiq. Ammo juda ham zarur bo'lmasa, zarurat bo'lmaydigan bo'lsa, uyingda o'tir. Shunda bilasanmi, senga nimalar bor? Birinchidan, g'iybatdan salomat bo'lasan. Chunki yo sen g'iybat qilasan odamlar bilan tursang, yo yoningdagilar g'iybat qiladi, sen unga guvoh bo'lasan. G'iybat qanaqa gunoh ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Majlislarning ziynati g'iybat bo'lib qolgan. G'iybat bo'lmasa majlisga ham o'xshamaydi. Ikkinchidan, uyingda o'tirsang, riyodan salomat bo'lasan. Sen ko'chaga chiqib yurar ekansan, senga yoqqan odam bor, yoqmagan odam bor, halilar bilan o'tirasan, haligi senga yoqmagan odamlarga qarab xuddi unga bir senga yoqayotganda kulib qaraysan. Ular ham seni ko'rganda g'ash keladigan bo'lsa, ular ham kulib qaraydi. Xullas, ikkiyuzlamachilik. Til yo'qlamalik. Ko'rgani ko'zing yo'q. Lekin kelganda aka bo'lmasa sog'intirib yubordiz desan. Yolg'onda bu. Ketgandan keyin Xudo shukr ketdi-ya. Uyingda o'tirsang shu barodan omondasan. Agar shunga o'xshagan odamlar atrofingda ko'payib ketadigan bo'lsa, ko'chaga chiqsang shunaqa odamga duch keladigan bo'lsang, uyingda o'tir. Uchinchidan, axloqi buzuq odamga ro'baro kelib qolsang, uni ozoridan omondasan. So'kinadi, bir gunoh ma'siyat ish qiladi, ko'rasan ta'bing xir bo'ladi. To'rtinchidan, tarafkashlik balosidan omondasan. Nima degani bu? Odamlarni ichida turar ekansan, odamlar bir narsani ustida talashadi. Ona yaxshi, mana yomon. Ona oq, mana qora. Mana haq, mana nohaq. Mana aqidasi to'g'ri, mana aqidasi noto'g'ri. Shunda sen o'tirib, ikkala tarafdan bittasida bo'lishliging kerak. Senga kerak emas bo'lmasan bu masalaga kirishlik, tortishlik. Ammo o'tirganda to'g'rimi oshna aytib qo'ying deydi. Gapirib turib. Yo'q desangiz, ko'na bo'lib qoladi, ha desangiz gapi noto'g'ri. Tushunarli birodarlar. Uyimizda o'tiraylik agar zarur ishimiz bo'lmasa. Saodatning sabablaridan bittasi shu. 5-dan, odamlarning hasad ginalaridan omon bo'lasan. Ko'chaga kamroq chiq. Fazilatlaringni ko'z-ko'z qilaverma. Odamlardan uzoq bo'l, salomat bo'lasan. 6-dan, sen odamlardan ta'ma qilmaysan. Odamlar ham sendan ta'ma qilmaydi. Ta'ma nima edi? Haq nima edi? Haq bu sen olishlikka haqdor bo'lgan narsa. Ta'ma olishlikka haqqing yo'q, lekin umid qilib turibsan. 7-dan, johil, tentek, beadablar odamlar bor. Ana shularda qiliqlarni ko'rgan paytingda asabing buzilmaydi. Ishing bo'lmasa, mashina minib chiqmasang ko'chaga, nerving o'lmaydi. Chunki hozirgi yangi bir shopirlarni, yangi avlodni mashina minishiga qarab turib, eski shopirlar, eski avlod asabing o'lmay iloji yo'q. To'g'rimi? O'shuncha uyingda o'tir. Benzin ekonom bo'ladi. Ekologiya ekonom bo'ladi. Nima kerak bor maza bemaza ko'chada yurishda? Xullas, juda ham zarur emasmi? Uyingda o'tir. Uying sig'dirsin. Saodatning sabablaridan yana bittasi uying seni sig'dirsin.